Sizlar chiroyli qizlarni tanlaysizlar-ku, to'g'rimi? Biz ham boy yigitlarni tanlashga haqqimiz bor. Ajrashgan ekan. Ochiqchasiga kundoshing bilanman deb aytadilar. Osmondagi oyi nima qilaman? Yerdagi boy kerak. Bu turishda u hali beri turmushga chiqmaydi. Ko'nglidagini topganida bemalol turmushga chiqadi. Ana bo'lmasam singlim yerga tegaversin. Mana shu eshigimizni ochib kelgan birinchi sovchiga uzatamiz buni. Dadajon, opamdan oldin men qanaqa qilib uylandim? Mana shu mahallada gap so'z qilganlarning hammasini oldidan boshimni shundoq ko'tarib chiqib ketaman. Tanlab Sevimli novellalar dunyosi YouTube kanaliga a'zo bo'ling. Barcha sonlarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying. Birinchilardan tomosha qilish uchun sahifamizga a'zo bo'ling va qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishni unutmang. Assalomu alaykum yaxshilar. Salomatmisiz? Xonadoningiz tinchmi? Hayotimiz shiddat bilan rivojlanib bormoqda. Har qadamda yangiliklar, hatto farzand tarbiyasida ham kundan kunga har xil gaplar eshitamiz. Va albatta yaxshi. Ammo ba'zi oilalarda qadriyatlarimiz unutilib borayotgani odamni xafa qiladi. Ba'zi yoshlarni ko'ramiz. Ota-onasi bilan tikka ko'ziga qarab gapirishadi. Nima? Fikrimni aytyapman, haqqim bor deydi. Yoki qiz bolaga sovchi kelsa, ota-onasi tik qarab, menga yoqmadi, menga falonnaqasi kerak deyishdan uyalmaydi. Kimdir bu fikrimga qarshi chiqar, ammo nima bo'lgan taqdirda ham o'zimizga xos qadriyatlarni, uyat, ibo, hayo, hurmatni unutmaslik kerak. Keling, bugungi voqeani birgalikda tomosha qilamiz. Hech kim ko'rmagan bo'lsa ish qilib. Tinchlikmi? O'zi qayerda ko'rishamizsam, institutning hovlisiga boraman degandan bilgan edim shunaqaligini. Bas. Bunisi ham yoqmadimi? Qanaqa qilib yoqsin? O'zini shuncha aqlli ko'rsatmasin, cho'ntagida bir tiyini ham yo'q. Ish qilib, institutdagilar ko'rib qolgan bo'lmasin-de. Yana og'zini ko'pirtirib domda turaman deydi. Ota-onasi turmushga chiqmagan singlisi ham bor ekan. Xo'p, mayli, singlisini menga og'irligi tushmaydi, lekin ikki xonagina domga shuncha odam qanaqa qilib sig'adi? O'zing o'ylab ko'rgin. Alohida yashash niyatingiz bormi desam, yo'q, ota-onamni tashlab keta olmayman deydi. Xo'p, tashlab ketayotganimiz yo'q-ku, hech qayerga kelib xabar olib turamiz. Mashinasi ham yo'q ekan, kreditga olmoqchi ekan. Bo'lmaydi bu, umuman bo'lmaydi. Bas. Bir pasda shuncha ma'lumot yig'dingmi? Nima deganing bu? Axir kelajagim haqida gap ketyapti. Sani bo'lsa gapirgan gapingni qara. Bilasanmi, Pari, agar shunchaki ko'rinishiga qarab ko'r-ko'rona yerga tegib ketsam, ertaga kuyib qolaman-ku. To'g'ri. Nima kayfiyating yo'q? Tinchlikmi? Tinchlik emas-da dadasi. Bunisi ham yoqmaganimish. Nima yoqmaydi? Bilmasam. Gaplari pointar, soyintar. Ki o'ziga qaramagan ekan deydi. Ki fe'li ham yosh bolaga o'xshagan ekan deydi. Ish qilib bahona mana shunaqa gaplar. Menga qara. Buning nima xohlayapti o'zi? Birisini o'po desa, birisini so'po desa, bittasi baland, bittasi pakana. Bu Malikayu Turandoting nimani xohlaydi o'zi? Bor chaqir. Voy dadasi. Bor chaqir. Voy sekin o'zingizni bosing, voy. Asabiylashmang, voy. Bu vajohatingizni ko'rib tag'in o'takasi yorilib ketmasin qizingizni. Bo'pti, mayli, sekin bor, chaqir. Hozir chaqiraman, hozir. Shunaqa ham bo'ladimi, ya? Yulduz. Labi, Qizim bu yoqqa qarab o'rgin. hozir. Kela qol. Ke qizim, bunda o'tir. Assalomu alaykum, dadajon. Va alaykum assalom. Qizim. Men qara. Sen mendan xafa bo'lma, xo'pmi?
endi yosh qizmassan. Birinchi kursga borganingdan beri oliygohda uyimizga sovchi keladi. Hozir mana oliygohni tugatyapsan. Hali ham uni u deysan, hali buni deysan. Menga qara. Nima xohlaysan o'zi? Bunaqangi hammasiga ruxsat berib yuborursak, yana gap so'z ko'payib ketmasin qo'ni-qo'shnilar orasida. Nima qilibdi gap so'z ko'paysa? Birinchidan, o'sha gap so'z qiladiganlar meni hayotimga umuman aralashmasin. Ikkinchidan, shunchalik rahmlari kelsa, ana o'zlarini qizini erga bersin. Menga qara qizim. Tushunib turibman. Agar mendan uyalib, menga ayta olmayotgan bo'lsang, ana hech bo'lmasa oyingga ayt. Yo ko'nglingda biron birisi bo'lsa ayt, bundoq bir to'xtamga to'xtaylik. Dadang to'g'ri aytyaptilar, qizim. Oyi, hech qanaqa yigit, hech qanaqa gap so'z yo'q. Shunchaki kelayotgan sovchilarning hammasi qurumsoq. Cho'ntagida bir tiyini ham yo'q, dadajon. Ertaga men umrimni qora mehnatda yoki kimnidir xizmatini qilib o'tkazishni niyatim yo'q. Gaplari polvonki buni qurumsoqmish. Nima deganing bu? Kim aytdi senga bu gaplarni? Kim o'rgatyapti o'zi bu gaplarni senga? Qurumsoqmish. Turmushga chiqsang hayoting izga tushib ketadi. Ikkalang birgalikda ishlaysizlar. Biron bir narsaga erishasizlar. To'g'ri. Bu nima gap bu? Yo'q, bo'lmaydi. Boshqalar bilan umuman ishim yo'q, dadajon. Men shunaqasini xohlayman. Mana dugonalarimga keladi-ku boy joydan. Dugonalaring yig'ishtir. Bunaqasi yo'q. Yo'q bunaqasi. Dada bor bo'lgani uchun gapirdim. Nechta dugonam boyvachcha oilaga turmushga chiqdi. Ulardan kam joyim bormi? Hoy qiz, esingni yiq. Bunaqada qari qiz bo'lib qolasan-ku, jon qizim, nega tushunmaysan? Voy oyijon, namuncha vohima qilasiz. Hech qanaqa qari qiz bo'lib qolmayman. Hali ko'rasiz, dadajon. Mana shu mahallada gap so'z qilganlarning hammasini oldidan boshimni shundoq ko'tarib chiqib ketaman. Ha. Qachon yulduzga yoqadigani chiqar ekan deb o'tirasanmi? Seningni ham yoshi o'tib ketyapti. Uni ham sovchilar so'rashyapti. Qara, kunlarning o'tishini bir pasda institut ham tugaydi bugun. Ish qilib o'qishni davom ettirmoqchimisan? Erga tegmasimdan oldin o'qishni davom ettirish niyatim bor edi. Hozir yo'q. Allohimga shukr, o'zim xohlagandek oilam bor. Meni tushunadigan, boy, badavlat. Chet el sayohatlarga chiqib turibmiz. Keyinchi erim o'zim xohlagan rusumli mashina sovg'a qilmoqchilar. Voy. Rostdan. Zo'r-ku. O'zim xohlagan rusumli. Voy. Shunaqa oilam bo'lgandan keyin nima qilaman? Voy. Unda ishlaysanmi? U haqda hali o'ylab ko'rmadim. Voy, Vali. Homiladormasmisan? Yo'q. Hozircha shoshmayapmiz. Yoshligimda mazza qilib o'ynab kulib olay. Keyin farzand qochib ketmas. Senga rosa havasim keladi. Nimaga menga shunaqa joydan kelmayapti? Keladi, sabr qilsang. Sabram o'lsin. Singlimga sovchilar kelishni boshladi. Ana kuni menga mos joy chiqmayapti. Singlim uzatib yuboringlar degandim. O'sha gapim boshimga balo bo'ladi shekilli. Ha, yaxshi yuribsizlarmi? Uydagilar tinchmi? Ha, rahmat. Xush kelibsizlar, xush kelibsizlar. Bu jiyaning juda bizni kuydiryapti. Yigitlarni tanlaverib, sovchilar ham joniga tegdi kelaverib. Opa, axir o'zi aytibdi, singlimni uzataveringlar. Men roziman debdi-ku. Nimasini o'ylaysiz?
Uzatib yuboravering senisini. Esing joyidami seni? Ota-onasini esi joyidami? Katta qizi qolib kichkina qizini uzatishyapti demaydimi mahalladelar, Adiba? Opa, odamlarga qo'yib bersangiz nimalar demaydi. Yulduz to'g'ri qiladi. Ko'nglidagini topganida bemalol turmushga chiqadi. Nima qilasiz zo'rlab? Ko'ngliga yoqqanini topguncha 25 ga chiqdi-ku. Ha bunaqada. Opa, men 30 ga kirib erga tegdim. Hech narsa bo'lgan yo'q. Hammasi joyida. Binoyda yashayapmiz. Hech kimdan kam joyim yo'q. Hey. Bu gapingni Yulduz eshitmasin. Bir gapirding, boshqa gapirma, xo'pmi? Eshitsa nima bo'ladi? Men ayb ish qildimmi? Ancha oldin maslahat berib bo'lganman. Voy. Hali jiyaning seni gapingga amal qilib yuribdimi? Amal qilsa yomonmi, opa? Eshitdingmi? Hay, menga qara. 30 dan oshib tegdim deb maqtanganing bilan. Ha 3 yil bo'ldi shunga. Qachon farzandli bo'lasan? Opa. Charosti yaxshi joydan so'rashibdimi ish qilib? Tagli joymikan? Yaxshi joy, ha. Boshim qotib qoldi. Nima qilishimni bilmay o'tiribman mana endi. Pari, Charosga ham umuman qoyil qolmadim. Tanlab topgani shu bo'ldi. 3 yilmi, 4 yildan beri institutga ham kira olmagan ekan. Bilmadim, bir tayinli ishi ham yo'q, qanaqadir korxonada oddiy ishchi bo'lib ishlar ekan. Tegida matizi bor ekan. Voy tavba, qanaqa qilib shu bolaga tegyapti, umuman aqlimga sig'mayapti. Nimasiga oshiq bo'pti uni? Juda ham aqlli kuyovingiz deydi. Hozirgi zamonda puli bo'lsin, mashinasi bo'lsin yaxshiroq. Umuman tushunmadim. Mana, misol uchun sen bilan go'zal, zo'r, boyvachcha yigitlarga turmushga chiqdinglar-ku. Qanaqa baxtlisan, shunaqa havasim keladi. Voy, go'zal bilan gaplashmadingmi? Gaplashib turibman. U menimcha eri bilan Tayvanga dam olgani ketgan. Voy, mazza. Qaniydi menga ham shunaqa yigit nasib qilsa, chet eldan umuman kelmasdim. Nasib qiladi. Pari, bir narsa so'rasam maylimi? Mayli. Nimagadir rosa o'ychan bo'lib qolgansan. Oldinlari xushchaqchaq, quvnoq qiz eding. Yoki nimadir muammoing bormi? Yo'q, bu menimcha charchaganimdan. Kelinlik sindromi bo'lsa kerak. Uyquga to'ymayapman. Telefonim hozir. Oyim hozir to'xtab tur. Yaltiragan hamma narsa ham tilla bo'vermaydi. Allo. Ha, Charos, yaxshimisan? Xola hol so'raydi ekandim, opajon. Charos, menga qara. Yana homiladormisan? Kimdan eshitdingiz? Oyimdan eshitdim. Sani esing joydami? Ozgina dam olib tursang bo'ladi-yu. Hali qo'lingdagi bola 2 yoshga ham to'lgani yo'q. Bunaqada 25 ga kirmasingdan qomating buzilib ketadi-ku. Xudoyimni berganida bolam ham katta bo'lib qoldi-ku. Menga qara Charos. Shunaqa bola ko'paytirguncha oldin uy-joyi harakatini qilsanglar bo'lmaydimi? Opa, uyimiz 4 xonali, hech ham qilayotganimiz yo'q. O'zichi, sen o'sha oilaga sotilib ketding. Nima bo'lsa hammasiga ko'nib, chidab o'tiraverasan. Ozgina harakat qilishi, bunda kuyovni ishga solishi bilmaysan. Hali qaynona-qaynoting ham boshingga chiqib olishgandir. Mana meni qaragin, o'zim xohlaganimcha yashayman. Ishim bor, pulim bor. Ixtiyorim o'zimning qo'limda. Opa, mana shu beparvoligingiz yaxshi emas. Yoshingiz o'tib ketyapti axir. Charos, meni yoshim bilan sani ishing bo'lmasin, tushundingmi?
Sani yo'lingni bo'shatib berganman. Ikkita bolali bo'lishga ham ulgurding mana. Opa, kuyovingizni bir hamkasbi bor. Yaxshi yigit deb maqtashdi. O'sha tunov buni orqangizdan so'rab boribdi. Bechorani yuz ko'zi demay gapirib tashlabsiz-a? Shunaqa degan? Hali kuyovim meni tashvishimni qilib qoptilarmi? Ha? Menga qara, unaqa yigitni boshim ko'ramanmi? Na bir tijorati bor, na puli bor, na mashinasi, na alohida uyi bor, hech narsasi yo'q-ku uni. O'sha yigit bilan yana bir marta uchrashib ko'ring. Ey charos, eringga aytib qo'ygin. Menga er izlash uni vazifasi emas, tushundingmi? Opa, Bo'ldi qil, bo'pti. Mishqi. O'zi sinimi boshini aylantirib uylanib olgani yetmagandek, endi meni ham hayotimga xo'jayinlik qiladi bu. Yana majlis bo'ladi hozir. Hozir! Shunaqa gaplar singlim. Nima deysan endi? Hayronman buni tushunmayapmiz umuman. Xudoni aytgani bo'ladi-da baribir. Taqdirda kim bo'lsa shu. Mehmonlar kelishibdi-ku. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz xola? Qalaysan? Yaxshimisan? Bugun bir o'rtaga olib gaplashamiz deb siladik. Men qara, ko'p sayrama o'tir bunda. Bilib qo'y. Mana shu eshigimizni ochib kelgan birinchi sovchi kelib uzatamiz buni. Bo'ldi, tamom. Boshqa gap yo'q. Voy. Nima deganingiz bu? Nima, sizlarga og'irligim tushyaptimi? Og'irliging tushmayapti. Ukang uylanaman deyapti. Ha. Sovchilikka boring deyapti. Yulduz, menga qara. Hozir er tanlash vaqti emas-ku. Nima? Senga osmondagi oy kerakmi? Oyni nima qilaman? Yerdagi boy kerak. Gapini qara. Men qara. Yerdagi boylaring uylanib, bola chaqali bo'lib ketdi. O'tiraverasan mana shunaqa. Mani boyim hali kelmadi. Chet elda u. Nima? Men qara. Rostdan chet eldami? Ha. Chet elda. Faqat bitta muammo bor. Nima? Hali bir-birimizni tanimaymiz. Endi tanishamiz. Buning bilmadim men. Men tushunmayman, nimalar deyapti bu? Xudoyim, qon bosimi kasalligiga uchratgan sen bo'lsan, endi yurak kasali qilmoqchisan meni sen. Aka, bo'ldi, siqilavermang. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Qachon? Ha, birorta o'ziga tengi chiqib qolar. Qachon deyapman? Voy, shuni ayting xolajon. Dadam bilan oyimga shu narsani hech ham tushuntira olmayman. Sen tengilar ikkitadan, uchtadan bolali bo'ldi. Shuni o'ylayapsanmi? Ukang bo'lsa opamdan avval uylanmayman deyapti. O'zini yoqtirgani bor ekan. Sen qiz tamom qilding-ku hammani, ha? Tamom qilding-ku. Menga qara. Nazokat. Ana so'ragan sovchilar bor-ku. O'shalarga ayt. Bemalol kelursin. Voy, qayoqqa kelishadi? Oldin men ko'rishiy, yigit yoqsin, ana undan keyin kelishadi. O'chir ovozingni. Yigit mana shu yerga keladi, shu yerda hal qilamiz. Bizga yoq qolsa, tamom. Berib yuboraman seni. Sizga yoqadigan bo'lsa, o'zingiz uylaning. Voy. Nima? Men uchrashaman, keyin gapimni aytaman. O'zingiz uylaning, jinnimi? Tavba. Gapini qara. O'zi shuni erkalatdik-da, yoshligidan erkalaymiz. Mana ahvol. Ko'rdingmi? Pul desa pul, kiyim desa kiyim. Nima desang, mana yuzimizga sachrab o'tiribdi. Mayli aka, qo'ying. Taqdirdagi bo'ladi baribir. Xo'p, yoshingiz 30 da ekan. Nimaga o'zi shu paytgacha uylamagansiz? O'qishim cho'zilib ketdi. Keyin singillarim uzatdim. Bir qaraganda kulgili tuyuladi-yu. Shuni deb yoshman ancha o'tib qoldi. Odam birinchi bo'lib o'ziga e'tibor qaratish kerak. Avvalroq uylanganimda singillarim uzata olmasdim. Endi tushunasiz. Qiz bola birovni xasmi. Vaqtida uzatish kerak. Nima demoqchisiz? Hozir gapingizni menga shama qilib gapirdingizmi? Yo'q, shunchaki savolingizga javob berdim. Bo'pti, yaxshi. Nima ish qilasiz o'zi? Universitetda dars beraman. Undan tashqari qo'shimcha kurs o'taman. Tarjima narsalarim ham bor.
Kitobdan boshingizni ko'tarmas ekansiz-da kuni bilan. Mashinangiz bormi? Hozircha yo'q. To'ydan keyin harakat qilaman. Hech bo'lmasa chet elga chiqqanmisiz? Ilmiy ishlar bo'yicha chiqqanman, ha? Yo'q, sayohatga bo'lmaganmi? Sayohat deyapsizmi? Yo'q, hozircha yo'q. Keling, ozgina aylanib gaplashamiz. Mayli. Xo'p, sizni ham menga bironta savolingiz bormi? Bakalavrda o'qigan ekansiz. Keyinchalik magistr qilasiz-a? Albatta o'qiyman. Faqat o'zimga mosroq turmush o'rtoq chiqsa, iloji bo'lsa chet elga ketib, o'sha yoqda yashab, magistraturani ham o'sha joyda o'qimoqchiman. Sizga bir gap aytaymi? Biz otasi katta bo'lganmiz. Onam meni singillarim katta qilamida borini bergan. Hozir biroz mazasi yo'q. Men ularni tashlab hech yerga keta olmayman. Endi men ham sizga bir gap aytsam. Men ham turmushga chiqqanimdan keyin qaynona, qaynota qilib uyda o'tirish niyatim yo'q. O'qimoqchiman, ishlamoqchiman, dunyo ko'rmoqchiman. Buni ustiga iloji bo'lsa alohida turadigan, puli bor, mashinasi bor yigit bo'lsa yaxshi bo'lardi. Xullas, siz menga to'g'ri kelmadingiz. Sizlar chiroyli qizlarni tanlaysizlar-ku, to'g'rimi? Biz ham boy yigitlarni tanlashga haqqimiz bor. Onam singlingizni ko'rib juda havas qilgan ekanlar. Menimcha adashganlar. Mayli, baxtingiz bersin. Salomat bo'ling. O'zingizni kim deb o'yladingiz? Ahmoq. Voy. Yalinmadingmi? Ketsang ketur. Voy. Ketib qoldimi? Shu paytgacha hech kim bunaqa qilmagandi menga. O'zini namuncha katta oladi. O'rkildim sandagi dimoqdordan. O'g'lim, yaxshi ko'rgan qizingga sovchilar kelayotgan bo'lsa, boramiz sovchilikka. Opangni kutadigan bo'lsang, bu turishda u hali beri turmushga chiqmaydi. Ha? Onasi o'zi buningchi. Tanlab tozisiga uchramasa bo'ldi. Voy, unday demang, tavba deng, dadasi, tavba deng. Astag'firulloh, odam degan shunaqa ham bo'ladimi ya, hey? Mahallada bir ikkita odamga qo'shila olmay qoldimi, ha? Ha? Men qara o'g'lim. Agar bunisini ham qaytarib yuboradigan bo'lsa, sen to'ying qilamiz. Seni uylantiramiz. Dadajon, opamdan oldin men qanaqa qilib uylanaman? Endi sen ham boshlama. Nimaga shundoq uylanasan? Nima birovni qizini umidvor qilish yaxshi emas? Uylanasan, tamom. Bu opang yoshi katta bo'lgan sari kuyov tanlayapti. Odam tanlayapti bu. Ana, o'zi ham kelib qoldi. Keldilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum dadajon. Va alaykum assalom. Yaxshi. Yaxshi keldingmi? Yaxshi. Xo'sh. Nima bo'ldi? Uchrashdingmi? Voy. Oyi, xafa bo'lmang-ku. Men ko'ngilli hamshira emasman. Bu bolaning hech narsasi yo'q ekan. Bittagina kasalvand onasi bor ekan. Endi bir kam hamshiraga o'xshab o'sha onasiga qarab o'tirishim qoluvdi. Nimaga o'qidimmi shuncha payt? Nimaga diplom oldim? Bo'lmaydi, umuman bo'lmaydi. Bo'ldi endi. Onasi, menga qara. Ertaga o'g'ling aytgan qizni uyga sovchilikka borasan. Uylansa uylanversin, lekin menga bunaqa jahl qilmang dadajon. Atayin qilmayapman-ku. Dugonalarimga o'xshab boy, badavlat oilaga kelin bo'lishni xohlayman. Bo'ldi, senga boshqa gapiradigan gapim yo'q. Bilganingni qil. Meni gapim shu. Seni deb mahallaga qo'shilolmay qoldik. Nega katta qizingizni uzatmayapsizlar deb so'rashgan. Jonimga tegdi, bildingmi? Endi bu haqda boshqa gaplashmaymiz. Bilganingni qil. Jahongir, o'g'lim, ertaga yo ammang yo xoling bilan
o'sha yaxshi ko'rgan qizingnikiga sovchilikka boramiz. Qani, yur bolam. Tur o'rningdan. Bilganini qilsin. Alo. Yaxshimisan, Pari? Ertaga ko'rishsak bo'ladimi? Rosa ham zerikib ketdim. Qaynonamdan so'rab javobini aytib boraman. Qaynonangdan so'rab nima qilasan? Eringdan so'rab bo'ldi, tamom. Yulduz, turmushga chiqsang keyin bilasan. Voy bu, aqlli bo'lib ketibsanmi? Ko'p ajrami? Qolganini uchrashganda gaplashamiz. Xo'p, bo'pti. Go'zalni ham chaqir, Go'zal ham kelsin. Ha, gaplashib ko'raman. Xo'p. Bo'lmasam o'sha har doim ko'rishadigan restoranimizda ko'rishamiz. Bo'pti. Rahmat. Voy, ishqilib bolalaring yaxshimi? Rosa kech qolding. Qaynonamni qo'sh qovog'iga qarab qolib ketdim. Voy, men tushunmadim. Kecha ham qaynonamdan ruxsat so'rashim kerak deding. Bugun ham qaynonam deysan. Alohida yashaymiz deganding-ku. Ha, bir paytlar yashirdik. Qaynonam o'sini bilan chiqisholmay bizanikiga ko'chib keldilar. O'shandan beri hamma injiqliklarni ko'tarib kelaman. Yana bu ham yetmagandek, har kuni o'g'liga meni gishishlaydi. Voy tavba. Turmush o'rtog'im meni kaftida ko'tarib yuradi. Rosa avaylaydi deganding. Nima, qaynonangning gapiga ishonadimi? Hammasi vaqtinchalik ekan. O'zim shu bolaga tegaman deb oyoq tirab turib olganim uchun ota-onamga ham hech nima deya olmayman. Bilmayman, bu muammolar qachon tugirkin. Voy, Pari, meni qo'rqitmagin. Qo'limni sovuq suvga urmayman. Dunyo kezaman deb o'ylagandim. Ba'zan erim uyga kelmaydi. Qayerdasiz deb telefon qilsam, ochiqchasiga kundoshing bilanman deb aytadilar. Voy, shunga chidab yuribsanmi? Qanaqa qilib axir janjal qilmadingmi? Uyiga bormadingmi o'sha ayolni? Kimnikiga boraman? Qaynonamga aytsam, ularning ishlari ham yo'q. Erimga gapirsam, xolasini bitta uyoq beraman. Borib shu yerda bitta o'zing yashagin deb aytadilar. Voy tavba. Men bo'lsa sizlarni hayotingizga havas qilib o'tiribman. Go'zal yaxshimi hech bo'lmasa? Go'zallik hayoti menikidan battar. Tunu kuni gaplashuvdim. Hammasi jonimga tegib ketdi deydi. Eri bir tiyin pul topmas ekan. Topganini bo'lsa hammasini ko'chaga sovurar ekan. Tavba. Xo'p, bugun keladimi ko'rishgani? Kecha qo'ng'iroq qildim. Yana ko'zlari ko'kargan. Faqat bularni boshqa hech kimga aytmagin degan. Gap oramizda qolsin.
nahotki orzu qilgan hayotim shu bo'lsa, shu paytgacha eng yaqin dugonalarim meni aldab kelishganmidi? Qachon qo'ng'iroq qilsam, biri Dubaydaman, yana boshqasi Turkiyadaman derdi. Nahotki hammasi yolg'on bo'lsa? Hali shularga havas qilib yurganmidim? Qo'rqib ketyapman. Umuman tushunmayapman. Umuman. Uyam bolalari bilan ko'chada qolmay, ota-onamning yuzini yerga qaratmay deb chidab yuribdi. Nima deyishni ham bilmayman. Manzura yaxshimi? Manzura? Manzurani ham ahmoq qilishibdi. O'zini badavlat ko'rsatgan yigit to'ydan keyin unaqa emas ekan. Barchasi fosh bo'pti. Hozir ichki yo'q bo'lgan. Mahallada rosa gap bo'pti. Manzura ajrashmoqchi bo'lib ajrasha olmayapti. Ajrashaman desa, eri o'zini jinnilikka savatganmish. Shu darajadami? Rostdanmi? Ha, o'rtoq. Uyda har kuni janjal. U yoqdan kuyov firibgar, bu yoqda qaynotasi ham boshqa ayol bilan yurib ketgan ekan. Xullas, turmushga chiqib hech nima o'zgarmadi. Nimaga shularni oldinroq aytmading menga? Qanaqa qilib aytaman? Yurishimizdan hammamiz malikalarda yashayganga o'xshaymiz. Aslida dardimiz ichimizda. Dugonalarimning har kuni har xil kiyinishlari, mashina haydashlari, xohlagancha pul sarflashlariga havas qilib, ko'zlarim ko'r bo'lgan ekan. Nimaga ular doim mazza qilib yashashi kerak? Nimaga men ulardek bo'la olmayman? Ulardan nimam kam deb ahmoqlik qilgan ekanman. Ey Xudoyim, nimalar qilib qo'ydim? Hattoki ota-onamni ham xafa qildim. Hammasiga mana shu yolg'onlar sababchimidi? Endi nima qilaman? Haligi, u bu narsa yeysizmi, opa? Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi dadasi? Ha, kim ekan? Keyin gaplashamiz dadasi. Siz chiqing tepaga. Ajrashgan ekan. 3 ta bolasini qoldirib, xotini chet elga ketgan ekan. Juda yaxshi oila ekan. Yigit tadbirkor, do'konlari bor ekan. Bo'ldi, kerak emas oyi. Gapirmay shunaqa gaplarni. Yulduz, qizim, men shunaqa bo'lsin dedimmi? A? Uylanmagan sen tengilar qolgani yo'q. Endi shunaqa ajrashgan, xotini o'lgan yigitlardan keladi qizim. Sen nimani kutganding? A? Nimani kutganding? Endi kunim xotini o'lgan yo xotini qo'yib yuborganlarga qoldimi? Yo'q. Umuman bunaqa odamga tegmayman, oyi. Tegmayman.
Shuni vaqtliroq o'ylashing kerak edi, jon qizim. Rahmat qizim. Opa, oling. Nimaga atrofimda o'ralashasan? A? Yo ustimdan kulmoqchimisan? Gaping bormi? Gapir. Gapir bo'l. Yo'q, opa. Bu nima deganingiz? Choy olib keldim. Choy poying kerak emas, tushundingmi? Oginday oshxonadan chiqib ket umuman. Hay, Bunisi niyat ustimdan kulish. nega kelinga baqirasan? Ha? Senga nima qildi? Ha? Arpangni xom o'rdimi? Dadam ham, siz ham o'sha kelinni yonini olavering, xo'p? Sizga o'sha kelinning aziz. Men umuman qadrim yo'q bu uyda. Alo. Siz ham yaramni yangilagan telefon qildingizmi, xola? Nega unaqa deysan, Yulduz? Bugun Nazokat opam bilan gaplashdim. Sen haqingda qayg'uryaptilar. Qayg'urishinglar shart emas. Hali tirikman, Xudoga shukr. O'lganim yo'q. Yulduz, senga qanchalik qiyinligini bilib turibman. Meni ham boshimdan o'tgan. Dimog'dorligim, qaysarligim boshimga yetdi. Lekin hamma meni aldadi, xola. O'zingga munosib yigit top. Boy, badavlat insonga turmushga chiq. Shunda qiynalmaysan, farzandlaring qiynalmaydi. Yaxshi hayot kechirasan dedi. Qancha psixologlarni kursida o'qidim, hammasi o'zingizga eng yaxshisini loyiq ko'ring dedi. Nima qilay, oxiratda qilganim yo'q-ku. Bunday maslahatni men ham senga berganman. Ammo o'zim nima bo'ldim? 30 dan oshib erga tegdim. Turkiyaga ketdim. Ammo haligacha bolali bo'lolganim yo'q. Yulduz, hali ham kech emas. Ajrashgan bo'lsa ham, agar ko'nglinga yoqsa, yaxshi yigit bo'lsa turmushga chiqa qol. Qaysarlik qilib, ovqatli shahzodani kutganni bittasi menman. Men qilgan xatoni qaytarmagin, iltimos. Xo'pmi? Bo'pti, xola, keyin gaplashamiz. Salom, yaxshi qiz. Tanishsak bo'ladimi? U bu kim bilan tanishib yurganmi, ko'rganmiding? Yo, qo'lishashib yurganimda ushlab olganmisan ko'chada? Kelib-san jo'ja xo'roz bilan tanishamanmi? Ha? Yulduz opa, kechiring, qarasam kayfiyatingiz yo'q. Shunchaki kayfiyatingizni ko'taray deb hazil qilgandim. Iltimos, bir qoshiq qonimdan kelsin. Hazillashishga boshqa odam yo'qmi? O'rtog'ingmanmi seni hazillashasan? Qachondan beri men bilan hazillashadigan bo'lib qolding? Seni ko'rmasimdan oldin kayfiyatim yaxshi edi. Chiq xonadan, ishingni qil. Bo'ldi. O'zingiz bosing. Tez chiq xonadan. Xo'p, ketyapman, bo'ldi. Uzr. Pishirib yegin uzuringni. Suv olib kelinglar. Onasi Charosam, Jahongiram umr yo'ldosh tanlashda adashmadi. Kelining ham, kuyoving ham bir-biridan aqlli chiqdi, Xudoga shukr. Ha, dadasi. Kuyovimni qarang. Tinim bilmaydi-ya. Voy, uni solgan imoratini ko'rgan odamning havasi keladi.
Ha, mana mashina olishdi, imoratlar solishdi. Qizimizni boshida ko'tarib yuribdi. Xudoga shukr. Haligi qaynotasi ham, qaynonasi ham qizim deb og'zidan bol tomadi. Faqat qo'llarini ochib duo qilgan. Aytgancha, Jaroz bilan eri yaqinda qaysidir chet davlatga aylanishga borishar ekan. Ya, kuyoving yaqinda borib keluvdi shekilli. Yo, unda o'zini ishi bilan borgan ekan. Endi hozir sayri sayohat qilib, mazza qilib dam olib kelamiz deyishdi. Qarang, dadasi qanday yaxshi. Ha, kuyoving baraka topsin ilohim. Men qara. Kecha kelining ovqat qilgan ekan, shunaqa shirin chiqibdi haligi qon bosimim ham esimdan chiqib ovqatni yurib. Qo'li dard ko'rmasin ilohim. Voy, ilohim, umri uzoq bo'lsin. Xudoga shukr. Mana hamma ishlarimni qo'limdan oldi. Shoshma. Nima taqir-tuqir qilyapti? Yurchi. Bor qara. Onasi bu yoqda. Voy, Yulduz, qayoqqa qizim? Tinchlikmi? Qayoqqa ketyapsan? Men ijaraga uy topdim. Nega qizim? Chunki sizga ham kerak emasman. Hatto ishxonamda ham keragim yo'q. Shuning uchun o'zim alohida yashamoqchiman. O'shanda har xil gap so'zlardan ham qutulasiz. Boshqa og'irligim tushmaydi. Qizim, Nega unday deysan, jonim qizim? Nega unaqa dema qizim? Sen bizga keraksan, jonim qizim. unaqa dema qizim. Hammamizga keraksan. Jonim qizim. Unday dema. Bunday gaplarni gapirma. Biz seni baxtli bo'lishingni o'ylaymiz, qizim. Kechiring, oyijon. Unday dema. Xudo xolasa, sen baxtli qiz bo'lasan. Hammasi yaxshi bo'ladi. To'g'rimi, dadasi? Ha, qizim, unaqa dema. Asal qizim, unday gaplarni gapirma, jonim qizim. Sen hammamizga keraksan, asal qizim. Unday gaplarni o'ylama. O'zim o'rgilay. Yo'q, yur. Assalomu alaykum, ammajon. Menga suv bering, chaqalib ketdim. Xo'p. Mana. Sekin to'kib yuborma. Rahmat. Sizga boris bormi?
Bog'chadaman. Mani bolam sensan-ku. To'g'rimi? Sen mani bolamsan, ukenam mani bolam. Bo'lmasa bugun mani achom-achom qilib yoting. Xo'p. Ikkalamiz birga uxlaymizmi? Ketdikmi? O'ynaymizmi? Ha. Yur. Voy, qo'shni qoram yog'ivordi ya. Shade qoram yog'ivordi ya. Voy, mana Ramizning qizimi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Voy, ana Ramizning qizi-ku, tanlab erdan qolib ketdi bu ham. Uyda o'tirib qoldi. O'zi Gulday oydek qiz edi, opa. Uni tanladi, buni tanladi, qolib ketdi endi, Xudo biladi. Ha, shuning uchun vaqtida berib yuborish kerak joyi kelganda. Ota-onasini ham gapiga kirmaydi, ota-onasini ham gapi o'tmas ekan, qiziga, opa. Ha, nimasini aytasiz? Shunaqa endi nima qilamiz? Ha, mayli, qo'ying shularni, ketdik magazinga chiqib kelaylik. Nonga chiqyotgandim o'zi. Mahallada gap bo'ldim. Ahmoqligim tufayli yelkamga qo'ngan baxt qushini ham uchirib yubordim. Yo'q, ortiq bu yerda yasholmayman. Ketaman. Bu yerlardan butunlay bosh olib ketaman. Lekin qayerga boraman? Yaxshisi, Adiba xolamning oldiga Turkiyaga ketaman. O'shanda gap so'zlardan ham qutulamiz. Gap so'z bo'lgandan ko'ra uzoqlarda yurganim yaxshi. Hoziroq, bugunoq shu masalani hal qilaman. Keyin hammasidan qutulaman. O'zini shuncha aqlli ko'rsatmasin, cho'ntagida bir tiyini ham yo'q. Ish qilib, institutdagilar ko'rib qolgan bo'lmasin-de. Yana og'zini ko'pirtirib domda turaman deydi. Ota-onasi, turmushga chiqmagan singlisi ham bor ekan. Hoy qiz, esingni yiq. Ha bunaqada qari qiz bo'lib qolasan-ku, jon qizim, nega tushunmaysan? Voy oyijon, namuncha vohima qilasiz. Hech qanaqa qari qiz bo'lib qolmayman. Hali ko'rasiz, dadajon. Mana shu mahallada gap so'z qilganlarning hammasini oldidan boshimni shundoq ko'tarib chiqib ketaman. Yulduz, menga qara.
Hozir er tanlash vaqti emas-ku. Nima? Senga osmondagi oy kerakmi? Oyni nima qilaman? Yerdagi boy kerak. Men ham turmushga chiqqanimdan keyin qaynona, qaynota qilib uyda o'tirish niyatim yo'q. O'qimoqchiman, ishlamoqchiman, dunyo ko'rmoqchiman. Buni ustiga iloji bo'lsa alohida turadigan, puli bor, mashinasi bor yigit bo'lsa yaxshi bo'lardi. Xullas, siz menga to'g'ri kelmadingiz. Mendan xavotir olmanglar. 2 kundan keyin qayerdaligimni o'zim xabar qilaman. Yur oqa. Shoshma, men bitta ehtiyot bo'l, xo'p? Xo'p. Sekin chiqib ol. Qiynalmadingmi? Yo'q. Maza qilib keldik-a? Buying quvvatlaga. Voy. Alo, assalomu alaykum. Sanjar bolam. Oyijon, yaxshimisiz? Keldingmi? Ha, xavotir olmang. Yaxshi kelib oldik. Hammasi joyida. Mana Sarvar Ro'zni ham eshityapti. Hozir. Assalomu alaykum, voy. Yaxshimisizmi, tuzimsizmi? Hozir kelamiz uyingizga. Menga issiq tok qilib turing. Ship-shirin bo'lsin. Ana. Eshitdingizmi, oyijon? Oying sendan o'rgilsin. Kepsan. Ertaga yog' sovchilikka boraman. Oy. Oyijon, ozgina shoshmang. Avval uyga boring, siz bilan gaplashib oling. Ramizjonni qizi bor ekan. O'qish bilan bo'lib turmushga chiqmabdi bolam. Kichik qizi mahallamizga turmushga chiqqan. Hamma maqtaydi. Uni bir yig'inda ko'rgandim. 2 qo'li ko'ksida. Opasini otini Yulduzxon deyishdi. Yulduzxon? Hop oyijonim. Yulduzxon deng. Hatto ismigacha bilib qo'yibsiz-da. O'zimni mehribonajonim. Bo'ldi, xo'p oyijon. Agar sizga ma'qul kelgan bo'lsa, sizga yoqqan bo'lsa bo'ldi. Nima deysiz shu? Rahmatli kelinimdan keyin bola bilan yolg'iz xorijda yurishing yaxshi emas o'g'lim. Qolgan gaplarni uyda gaplashamiz. Bo'ldi, oyijon. Hozir darrov mashina ushlab boramiz, xo'p? Kelib qol bolajonim. Xo'p. Ketdikmi? Ketdik. Uyingni ham sog'inib ketgansan-a? Ha. Yur oqa.
ey xudoyim, sal qolsa yana baxtimni o'chirib yuborar ekanman. Xatolarimni o'zing kechir Allohim. O'zingga shukr. O'zingga shukr. Endi taqdirimdan qochmayman. Alo. Ha, oyi. Hozir yetib boraman. Uyga boraman. Har zamonaviy ayollar bu dunyoni o'zlaricha tasavvur qilishadi. Orzu qilgani, maqsad qo'ygani yaxshi, ammo kimlarnidir ta'siriga tushib qolib, yo'ldan adashishi, xato qilishi yomonda. Bunday paytda ota-ona nima qila oladi? Fikrimcha, bosim o'tkazmasdan nazoratni kuchaytirishi, do'st bo'lishga harakat qilmoq lozim. Va eng asosiysi, u bo'lsa bunday bo'ladi, bu bo'lsa bunday bo'ladi deb tushuntirish kerak. Jonimga tegib ketgin, bilganingni qil degan bilan azizlar ish bo'lmaydi. O'ylaymizki, bugungi namoyish etilgan voqeadan tegishli xulosa chiqarasiz. Omon bo'linglar.